Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana bir xonadonimizga oshxona mebel tayyorlab berdik. Xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. 4 metr 30 cm uzunligida oshxonamiz uzunligi, balandligi patologgacha 280, mebelimiz uzun balandligi 2 metr 60 cm. Bu tarafiga xalidinga qo'yiladi. Xo'p, undan keyingi xonalari shunaqa shaklda tushgan. Rakina bu yoqqa tushgan, pianino moykalari bilan. Undan keyin qora so'shilka qo'yganmiz, podnos qilib. Undan keyingi joylari tortmalari bor. Har doimgidek qo'shiq pardonlari. Hamma mexanizmlar 100% zavodchik. Ya'ni o'zi tortib ketadigan vakuum pason. Yana bir juft xonasi bor. Har bitta xonalarda polkalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Tepa qavati 7 ta xonasi bor. Xonalari yuqoriga qarab ochilmaydi, tepaga qarab yonlamasiga ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan ham qo'lingiz bilan ochiladi bemalol va sekingina yopiladi. Gaz olganlar klientimiz Shivaki firmasiniki, Emel firmasini bemahot vitishkalarni olganlar. Ustidagi starishlar MDF qalin varianti. Listlari ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Yuqori sifatli. Narxiga keladigan bo'lsak, ko'pchilikga qiziq bo'lgan, mana shu joyimiz 4 metr 30 cm. 15 million 600 ming so'mga chiqdi. Rakinasi bizadan emas, qolgan narsalar bizadan. Ya'ni gaz va bemohotadan tashqari, masalan, mebel o'zi joylashishi, so'shilkalari, dostavka xizmatlari bizadan.